Assalamualaikum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Tor televiziyasının Xalqara Uyğur Sot Kollegiyası üçün təsdiqlənən məxsus proqramısına xoş gəldiniz. Mən Fərat Yurunqaş, həmmalarını ürəkdən salamlayman. Əziz qarindaşlar, xəbərlərimizdə müddət ötdük. 6-cı ayın 4-cü gündən 7-ci günügəcə Londonda ötküzülüdüğən Xalqara Uyğur Sot Kollegiyasının tuncu sotuğa qatnış üçün bivasitə bu London'a kelgen guvaçlarımız, şahitlerimiz bir hafta burun London'a yetip gelgen ama Angliya hükümetinin ki koronavirüs sebebinden ağan karantin tedbirleri tüfeyliden bir hafta burun geldi ve bir hafta ayrım hemmimiz ayrım hatta karantin astığa ilindik ve bir haftalık sebebinden bu birbirimizle küreştimidi. Bugün karantin günümüz ahırlaştı ve tunca gittim bir yerde üzere görüşüp, didarlaşış, monduşuş, sohbet ötküzüş, fırstige iyi olduk aziz kardeşler. Sohbetin rasmi başlaştım burun, ben bugünkü sohbetimiz dahil olan aziz mehmanlarımla sizlerge bir tanıştırıp biteyim. Aziz kardeşler, aslı tanıştırışına ait yoktu. Hem onlar birisler, hem onlar tanıştık. Bana efendim, Dolpanaysa efendim, Xalqara Uyğur Sot Kollegiyasının ki teşebbüskarı ve baş erzdarı Dünya Uyğur Qurultayının reisi hürmetli Dolpanaysa efendim, hoş geldiniz. Gülbahar Cellova hanım lager şahidi, hemmanlarla tanıştık. Özü məxsus şu sotu bivası guvarlık veriş için Fransa'dan London'a bir hafta burun yetip geldi. Gülbahar Cellova hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemmanlar bilirler, bizden cesur lager şahidimiz Sayragül Savut Bayhanım. Sayragül Savut Bayhanım'ı sotu guvarlık veriş için məxsus Şivisiyadan bir hafta burun London'a yetip geldi. Hoş geldiniz Sayragül hanım. Hoş bulduk, rahmet. Aziz qarindaşlar, yana bir hemmanlarla tanıştık. Lager şahidimiz Qalbinur Sıdıq hanım. Qalbinur Sıdıq hanımı bu sotu bivasitə guvarlıqni ötüş için Atay'tan Gollandiya'dan yetip geldi aziz qarindaşlar. Ömer Baykali efendim, bizimki lager şahitleri, bizim kahramanlarımızın içinde birden bir lager şahidi, hemmanlarla tanıştık. Ömer Baykali efendim bu Atay'tan bu sotu guvarlık ötüş için Gollandiya'dan bir hafta burun London'a yetip geldi aziz qarindaşlar. Şunun için bir yerde Xitayning shuncha qattiq besimiga, ta'didlariga, hujumlarga, psixologik hujumlarga parvo qilmasdan, pisand qilmasdan bu ən içilmoqchi bo'lgan Uyg'urlar uchun, butun Sharq Turkiston xalqi uchun tarixiy bir ahamiyatli bir kun bo'lgan Xalqara Uyghur Sotining tunji sotiga qatnashishga kelgan bu jasur lager şahitlerimizga rahmet aytish, ehtirom bildirish, hurmat bildirish, minnatdorlik bildirish bütün Sharq Turkiston xalqininki milliy, vijdoniy ve dini mecburiyeti aziz qarindoshlar. Men hozirdan boshlab hammalarga vakolatdan bu jasur 4 nafar lager shahidiga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Xo'sh, aziz qarindoshlar, hammalarga ma'lum bu Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasininki ichiladigan vaqti yaqinlashgan sari Mustabid Kommunist Xitoy hokimiyatininki bu sot kollegiyasiga sotning bağlash heyetiga shundoqlar bu Xalqara Sot Kollegiyasini dalil isbotlar bilan, guvohchilar bilan, shohidlar bilan ta'minlayotgan Uyg'ur adliya arxiv ombiriga va shohidlarimizga, guvohchilarimizga Dunyo Uyghur Qurultayı qaratgan hujumlar favqulodda kuchaydi. Tahi yaqinda 5-25-kuni Mustabid Kommunist Xitoy hokimiyati atalmış Sharq Abdunurayli xalq hukumatining davomida Beijingda maxsus mushu sotqa Dunyo Uyghur Qurultayıga va shohidlarimizga hujum qilgan maxsus bir yig'in axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. 5-ayning 26-kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Binmo maxsus mushu sotga qarshi maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Bugun bir qancha soat burun Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Bin takrar axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasining bosh sotchisi hurmatli Jeffrey Nice efendimga, Dunyo Uyghur Qurultayıga va Mishad o'tlagan lager shohidlarga va bu sorunimizda bo'lmagan butun lager shohidlarimiz, guvohchilarimizga talbilarcha hujum qildi. Hatto aziz qarindoshlar, Xitoy shu darajada mutahamlashdiki, bir qancha kun burun ba'zi lager shohidlarimizga bevosita bexatarlik organlari telefon qilib, bu sotga qatnashmaslik haqida ogohlantirgan va haqandaq tutib Xitoy qaytib keta olmaydiganligi haqida ta'ziyat etishga boshlagan. Ammo bizning qarman
lager şahitimiz Xitayning bu tədbirге pisandırı yok. Xoş aziz qarindoshlar, men gapni uzatmay söhbətimizni başlayaylik. Bugun söhbətimizga faqatla lager şahitini və bu Xalqaro Uyğur Sot Kollegiyasining baş arzdori Dünya Uyğur Qurultayının reisi hörmətli Dolqun Eysa əfəndim təklif oldu. Hörmətli Dolqun Eysa əfəndim, bu məsələn hazır bizning bilishimizcha bu chet elga jinni hayotni qutqizib qechib chiqish fursatiga erishgan 10dan ortiq lager shahidimiz bor. Bu qatimki bu ba'd ichiladigan bu tarixiy sot qatnash uchun bu hörmətli 4 nəfər lager shahidimiz keldi. Başqalar anlasam bu tor orqali qolib ketgan. Bunun asas səbəblərindən bu haqda bir izah edersiniz. Rahmet, avval Dünya Qurultayı televizyonu namında məndə bir lager şahitləri bilan bir program bilan bu başlıq aldığınız üçün köp rəhmət. Avval sizlərə köp rəhmət, qədirdallarımız, pidakar bizning kamp şahitlərimiz. Siz mi dəb ötdünüz? Əslində kamplardan sağ çıxan chet elga yalnız 10 kişi emas. Belki bir qancha yüz bo'lishi mumkin, belki bir qancha olmashi mumkin. Aniq sanni bilmaymiz. Bilganimiz o'zi. Ama jasorat qilib Xitoyning bular kampini qo'yib berishining oldida nurg'un besimlar bilan, nurg'un tuqqanlarni o yerda göre gelish orqali, nurg'unlagan tilxatlarni qilish orqali va'dani olish qo'yib bergan. Boshqalarning shunday bo'lgan. Shuning uchun bir qismlari hozirgacha sukutini buzmay turayotgan insonlar bor. Ama bular shularning ichidan bir keladigan bu 4 eylen ve bir kelemegen 6 eylen. Bular jasorat qilib, mushu jasoratni ko'rsatganligi uchun biz 10 kishi davatimiz. Amaliyotda hali ko'p. Biz 2. ayda Dünya Qurultayı bu kamplardan chiqqan kamp shahidlarga bir jasoratlantirish mukofoti taqdim qilib, ularning hammasi bir ekranda to'play olgandik, chunki korona sababidan Yevrostraning akilish imkoniyatimiz bo'lmagan. Şu vaqtimizda biz bu narsalarni degan boshqa kamplarda yetib sukutni buzmaganlarga buzinglar. Chunki mushu qarindoshlarimizning ko'rsatgan jasorati bilan Xitoyning dunyoda Uyg'ur davosini, Sharq Turkiston davosini, kamplarda azob chekayotgan millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qarindoshlarimizning dardini yolg'onga chiqarishga urinayotgan bir vaqtida mushlarning bergan ovozi Xitoyni yerla yakson qildi, yolg'onchilik qildi, boshqacha sabab bo'ldi. Şundan bir yerge tut kamp şahitimizden bazılarıyla ayrı hazırız görüşken Ömer Bakeli bilen Japonya'da görüştük 4. kıtım. Onun aldığı elbette çıkan dikin telefonlarca görüşümüz oldu. Kalbinur Hanım bilen tehi yakında Gollandiya'da 100 liranı görüş imkaniyeti olan Sayragül Hanım bilen 4. kıtım Amerika Taşkı İşler Ministri Pompeo efendim ve Trump efendiminin hanımı jasoratlantirish mukofoti bergan vaqtida Amerika Tashqi ishlar ministri kurashdi. Onun oldida albatta 100 liranı kurashni da'vatiman. Bizning Gulbar xonim bilan to'nirgandagi 100 liranı kurashdik bu yerda. Demak, ama bular bilan hammasi bilan bir yerda jam bo'lish boshqa bir zo'q, inson boshqa bir hayajon bergan bir yig'ish. Keşke bizning Amerikadagi boshqa Mirgul xonim, ondan keyin Tursunay xonim, Zumrat xonim, muşların hammasi ve şundaq Gülzira xonim, muşların hammasi bo'ladigan bo'lsak, texmo cho'ng bo'lgan bo'ladi, yaxshi ish bo'lgan bo'ladi. Fransiyadagi Gulbar xonimni kelamay qilib qoldi, ama shunchalik besimlar qaramay, shunchalik to'sqinliklar qaramay, bular aniqida 4 qarindoshimiz bu yerda birga jam bo'ldik. Oxirida bu yerga oldikan bir haftadan oshdi bizga. Ama tunji qatim ko'rishyapmiz bu yerda, ko'rishyapmiz. Bu insonga bir hayajon berdi. Çünkü shunchalik besimlarga o'zimizning ichidagi Xitoyning har xil besimlariga bu sotqa haqiqatan siz deb o'tganingdek egri to'sqinliklar bo'ladi. Shunun qaramay bu yerda hayotiy xavfim bor. Hayotiy xavfim bor. Shuning uchun bularning turayotgan yerlarini hatto bir-birimizga demay mahkama shunchalik bexatarlik bor. Chunki Xitoy g'aljirlashganda har xil narsani qilib qo'yishadi. Ama shuning uchun men bular shu besimlarga hatta hayati nimalarga tevekkül qilib yo'lga chiqqan, bo'ynini qo'ltig'iga qistirib yo'lga chiqqan insonlar. Buni pisand qilmadi va qilmaymiz. Sot başlanışligida mening elimning muttassiz qamoq jazosi hukm qilganligi xabarini anglagan bo'ldik. Bularning hammasi bizning irodamizni sundirish uchun qilinayotgan harakatlar, ama bular hech bir qachon bizning irodamizni sundurmaydi. Bu bo'lgan besimlar bizni to'xtatmaydi, bularni hech to'xtatmaydi. Şununla inşallah bulanın degan her bir so'zi, sotda bergan her bir ovozi, guvohligi
Xitayning jazo lagerida hozirgacha ozodlik erisholmayotgan milyonlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qarindoshlarimizning har biri 1 milliondan insonga guvohlik berdi. Guvohlik berdi. Shuning uchun bu favqulodda muhim. Japa chaptırlar sizler, turmalarda japa tattırlar, çetelge çıkanlığı japa tattırlar. Her azından muşu kitmi sot katışımız der bu, muş virüsünü Xitay evet gel, şunun derdini mi müşakip mi tattık hatta. Bu mağan bolsa, bu iş bolsa 3 gün burun körüşergen bolattık. 6 gün gün düşmeydiğen öylerde kapsılıp yetip, kaçan bir körüşerimizde bunda bu mağan bolattık. Ama bula bizden irazimizi sunduramaydı. Şunun ben bula aldığımdan bir rahmet eytimen. İnşallah Xitayning bu to'sqinliklari hech qachon natija bergani yo'q. Qalbidek yuzimizning aybi bilan bu sifatda bir yaxshi natija chiqadi deb o'ylayman. Hakikaten sizin bu nasihatınızla qo'shilaman. Men buni ayt hayajon bir tuyg'usi ishlamasidan bular buya kelish studiyamiz kelishdan burun men buni ayt hayajonlandim hakikaten. Chunki Gulbar xonim bilan Ömerbek Halilov ko'rishgan. Saragul xonim bilan Qalbimli xonim bilan ko'rishmagandim. Körüş arzuyum vardı. Nayt ayacalandım ular geçtim hakikaten. Bu anamdakinin bizim şu bir haftada hazır bizden bir katerligimizni köz yarın aslında orlaştırdı karantinga. Bu şu bir hafta sırf çıkmay yarın aslında turist yer yanında mı biz sizlerle değiştik atlayan yavru lager şahitleri ol aylar rejimler çıkışlar kanda çıkan boyutu buzulma tükürler gider. Bunu mu bir estigen bulduk bir hesapta. Hoş hürmetli Qalbinur hanım, sizden başlaydı çünkü sizninki guvalıqınızdan başlandı bu soat. Ertlikке, Xudayım buyursa, Xudayım nisbetsa, ertlikке London vaqti 9:20'de başlanan soat, sizninki guvalıqınızdan başlandı. Tuncu guvaçsınız. Mesela siz lagerlar yattığınız soat, sorak uçurdunuz, qiynaldınız, Xitay sizin üstünüzü sotuldu, ayıpıldı, hazır çıkarılavardı. Siz tuncu kettim bir sotda rasmi, bir qanun orunda Xitayning üstünü əziz qilish, Xitayning üstünü şikayet qilish prosesiga erish oldida turibsiz. Siz hozir mesela qanday bir hissiyatda hozir, qanday bir tuyg'uda mesela? Assalomu alaykum, muajiratga barliq qarindoshlar. Assalomu alaykum azizlar. Albatta sizlar bu yerga ko'rib shunchalik xush bo'ldim, hayajonlandim. Haqiqatan sizlar degan o'xshash bizga bo'lgan biz tahdid burun qoqirgan texmi vakshinlashdi, hozirlashdi. Masalan, telefonlar orqali, tuqqanlarimizni WhatsApp orqali, uchurlar orqali bo'g'atdi, bularni to'xtamay bizni ovozini o'chir. Gap qilma, tuqqanlarni o'yladi. Hattoki meni shu 5-oy cho'qim qaytsa deb bu tuqqanlarimga imzo yozg'izib, ular cho'qim qaytishini 5-oy qaytib qolmasa, men bizlar apirib sulaydiganlarni uchiq dedi. Men oldinlar bu yerga bugün müşü bilan bir hafta o'tdi. Biz müşü ayrim hotelda turmoqli. Bu yerda Gulqudray Ahmadjon Qashqadaryodan bilan yer osti bu uyda ko'rishib, men oldinlar o'zim ko'nglimizda yerim bo'ldi haqiqatan. Biz herhalde kun tushayotgan bir kunga hotellarda turdik, tashqi chiqamizakmi? Sizlar mana bu kun yo'q, yer osti uyda bir hafta misha turibsizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men oldinlar ayta mana bu Xitoyni sotqa tortaligimdan bu fursatni menga berganligimdan cheksiz minnatdorman. Allohga cheksiz shukr. Bu fursat hammadan kelavermaydi deb o'ylayman. Mana Xitoy yillardan beri bizga har xil teklif qilishlarni bizni qiynadi, mushtaq depsanda qildi. Ta hozir qadar mushu daqiqada qancha millionlagan Uyg'ur qozoq qarindoshlarimiz shu vatanimizda Turkistonda har xil azoblar bo'lyotdi, depsandlik uchrayotdi. Qiz ayollarimiz narsida shu bolalarimiz bilan yana ayrim lagerlarda azoblanyotdi, o'sha uylayotdi. Qiz ayollarning mushu daqiqa, mushu minutlarda yana shu kamplarda Xitoy saqchilik tarafidan bosqinchiliklar uchrayotdi, depsandlik uchrayotdi, operatsiya qilinayotdi, o'zining a'zolari ega bo'lmayotdi. Mana demak bizga mushu bir Xitoyni bir sotlaydigan, Xitoyning bir qoqshatqich zarba beradigan, ajallik adamni beradigan bir fursatning kelganligidan men o'zim intayin hayajon, o'zim intayin bir faxrlik his qilaman bu fursatning kelganligidan. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat inşallah ayette sizin guvallıqınızdan başlayan bu sot milletimizga xayrliklar tilaymiz. Albatta ekran alıp o'tirgan bütün qarindoshlarimizni şu ümit ve şu istekte hemimizden dua sizler bilan birga ayette inşallah. Xo'sh, Ömerbek Ali efendim sizgilarga mesela sizga siz endi şu lagerlar meselesine en burun oturup aşkarlagan lager şahitlerimizden biri.
Xitaydan şoyunca cep besim uçurdunuz. Hazırgacha bugungacha uchrayapsiz. Bayram deb o'tdim Xitoy. Bugun ishlatdi sizlarni. Onun için neçə gün burun Xitay məxsus hörmətli Dolqumay Sarpanımın resmi, sizin resminiz. Belki başlılar şahitliğinden resimdir ama məxsus bu teşviqat resimlik kartı hazırlap xarlaşqı başladığım kemdar taktı vardı. Belki ekranda fikirdaşlarımızın köygen buluş gerek. Pisent kılmay bir yerge geldiniz. Allah razı olsun. Siz özünüz hazır mesela bir kondak tuyguda ət yeşildi bu sotemde inşallah. Assalamu alaikum. Maceratdaki barlıq qarindaşlar ve sonraki aziz dostlarım. Ben nayta hoşal hem işençili oturuvatıma çünkü Xitayning bizga qilayotgan qasdlari, tahdidlari kuchaygansiri bizning g'albaga bo'lgan ishonchimiz texim kuchayyotadi. Qonxo'r qanchaki zalim qilchini ko'targansiri biz haqiqat qalqalar bilan ular shuncha yiqilib, ularni yenish oldida turibamiz deb o'ylayman. Chunki aytib so't bu birinchi dastlabki so'timiz bu. Ikkinchi so't mening shaxsan o'zim huquqini qo'llaydigan so't Gollandiyada bo'lishi mumkin. Uchinchi so't biz cho'qim Gaga so'tida butkul xalqaro alida biz bütün özümüzün xalqimizniki adalet so'tini ochadiganga shuni shunchalik ishonch bilan deb o'tiribmiz. Biz hayotli bo'lsak, bizni 8 oy zanjirlar bilan bog'lab, u ruhimizni so'ndiramagan akalik bo'lgan ruhimizni. Hargizmi so'ndiramaysan. Biz shu adalet so'tiga Gollandiyada Gaga so'tiga tortishga biz har qachon tayyor. Hayotli bo'lsak, shuni biz tayyormiz har qachon. İnşallah. Rahmat sizga. Hammamizning tilga aytdik so't muvaffaqiyat bo'ldi deb o'ylaymiz. Endi Xitoyning sho'nchi besimi qaramasdan bu so'tning tayyorlik xizmatlarini oid muvaffaqiyatli bir shaklda hozir oxirlashgan bir vaziyat turibdi. İnşallah aytdik so'tni xuddi ekranda qarindoshlarimiz o'xshash bizmi taqozolik bilan kutyapmiz daqiqalarni. Xo'sh, Saragul Saudbay xonim sizga kelayli. Endi Xitoyningki qattiq hujum qilayotgan lager shoirlarimizdan birisi, taqa 2-3 kun burunlab Xitoyningki Fransiyalik bosh elchisi xonasimiz sizga qarshi maxsus bir bayonot e'lon qildi. Sizningki Fransiyaninki dunyo gazetiga bergan jahannamda qutilgan shoir degan mavzudagi ziyorat xotiramizga qarshi qarlab keldi. Qarlab kelyapti, ta'did masalalari buningda xabarimiz bor. Siz o'zingiz hozir shu qanday bir tuyg'uda hozir masalan Xitoyning psixologik bir hujum boshladi sizga. Yani sizin bir insan, onun siz bir xonım, şunu bardosh beryapsiz herhalde. Ağzına çıkan hareketlerinizden, sözlerinizden. Siz ağzı qanday tuyg'uda mesela so't ichildi buna. Assalomu alaykum. Ekrandagi, mag'ajiratdagi hamma aziz qarindoshlarim. Yerdimcha to'xtagan aziz qarindoshlarim, sizlarni ko'p xush bo'ldim. Ko'p rahmat shu fursatni berganingiz uchun. Gerçi neçə yıldan ya hazırgıca Xitay hükümetinin bu vəhşilikdə yaşayatqan türlük hücumlar, besimlarga, təhdidlərə uçurab kelyapsaq mı? Onu pisand qılmay, bir şeyge kelish men üçün pek şərəf. Çünki bu sud tuncu içildiğin bu sud bizni kişini tolu ayacanğa saladı. Tuncu qitim biz aşındaq bir fürsatqa tarihi bir simvollik, tarihi aşındaq bir kanun organları aldı da Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan hakkında жүргізіп atqanmışı erteqinci genosid şunu eniq sözləyirəm fürsətdə ege bolğanlıq üçün aytdı. Xoşuatman, ayt ayajanlıq bolğatman. Bu yerге kelishki məqsədim bu. Çünki bu qattiq besimlarga hech qanday pisand qilmag'anim sababmi? Men o yerda o'zimning ovozimda emas, aşı Xitay Kompartiyasining aşınçılık, irqiy qirg'inchiligina besimga turlik vahshiycha zulmga uchrayotgan milyonlagan gunohsiz Sharqiy Turkiston xalqi mening keynimda turdi. Men shu milyonlagan xalqning ovozini yetkazguchi. Shunga bu yerga kelib, shu xalqning ovozini yetkazish mening bir insoniy borchim deb hisoblayman. Bu men uchun bir cho'ng fursat. Allohga shukr, shu fursatni berganlik uchun. Xudayim buyursa, erta boshlangan bu sotimiz bir natijalik oxirlashib, keyin-keyindan Xitoy hukumatini mushu og'ir jinoyati, insoniyatga qarshi jinoyat uchun texmo jiq har bir inson uchun javob beradigan bir sotga tortish fursatini kutyapmiz. Ashundaq bir kunlardan keldiganiga ishonaman. Chunki zulmlik aman haqiqat aman g'alaba qiladi. Biz shunga ishonamiz.
Biz bilen birga bolgan hamma qandaşqa bizni qo'llab atgan hamma xalqqa ko'p rahmat. Biz endi Xitoy hukumatining bu vashlarcha bu g'alchilarcha qilib atgan turli besimlarga so'z bilan emas, natijamiz bilan, sotdan chiqadigan aşı bir natijamiz bilan javob qaytaramiz. Doğru dediniz. Bütün halkımızdan ümidimiz şu sotun bir yaxşı halkımızdan hoş kıldıgan, memnun kıldıgan, hemmemizden razı kıldıgan bir netice çıksa da şunu arzu kılırız. Hoş, emdikilerle hürmetlik Lager Şahidi Gülbahar Cillova Hanım'a siz memleketimize hem karantin tutduğunuz, karantinden çıkıp tuncu kağışınız, tünögün BBC'ninki məxsus ziyaretini kabul kılıp bir yerde bir gün BBC'ninki ziyaretini kabul kılıp bir yerde program yana kayıtı bir guvalık verdiniz. Bazı uşullardan qarağa vaxtıda belki bugün mü BBC sizler ötküzgen başka Lager şahitlerimizin keçirilmişlerini öz siyahın çoğun bir programını belki bizden bu bugünkü programın söhbetimiz ilan kılınışını bulup BBC'ninki bu artıki haberi ilan kılınışı mümkün. Hükümet razı olsun yani bir şekillik mi? Yani şu vatan milletten gemi şu Lager'deki kurbanlarımızın şunun değerini aldık. Siz hazır bir kandak bir tuyguda mesela kandak bir hissiyatta başka kaderlik Lager şahitlerimizden sözlerini anladınız. Sizin kendi bir anlatıp bakayım. Assalamu alaikum qeyrindaşlarım. Assalamu alaikum şu sorunda otagan qeyrindaşlar. Ata sot içildi. Men hayajanlanıpman. Ata sotga men butkul dokumentlarimni akeldim. Hem guvohlik berishga men tayyorman. Albatta ata sotning oxirida biz bergan guvohliklar bilan sotning natijasi chiqadi. Şu sotniki şu Xitayning Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchiligini jinoyatini sot tatidi. Sotga tatidi Xitoyni. Ham biz bergan adreslar, biz degan o'sha lagerlar sot berib şu adreslarni tekshiraydi. Shuningdek u yoqniki biz degandimi betar irqiy qirg'inchiliklar oshkor bo'ladi. Shu sotga Xitoyni sotga tortib shu Xitoy javob berish kerak deb o'ylayman. Rahmat besler biz tünelgen dokun hesaplarımız üçümüz bir programımız çıkmıştı oldu. Bu sohbet siz burun Uygurçını bilmeye kalırdınız mı şimdi Lager kiriştim burun. Ama Uygurçının Lager'da başka sizler birlikte yetivatkan Uygur kızlardan, Uygur hanım kızlardan bilgen geldiğiniz ne? Etkaydınız, sizge muamelesi başka Uygur hanım kızlarının sizge muamelesi kandak oldu vatandaki. Kandak uygeldiniz, yani bir anlasak, tuzor görüşlerimiz pek kızıkıdı bundak değil mi lan? Albatta, men yeni kirgan vaqtda bek jig'ladim. Aşı işetke yatgan qeyrindaşlarım depte hada jig'lamang dep jig'lamang. Ama bir kuni o'limiz onundan mushu Xitoyning zulmini, Xitoyning qatgan shu depsentlerini kögücü onundan o'lganimiz yaxshi deb işetke qizlar şu cesaretini berdi. Şu eşedin hem eşedki kızlar sizge amanet hem de bir günü siz çetelik boğan kimi ama bir günü çıkıp gitsiz, ölmey çıkıp getsiniz. Meşedin Xitay sizni öldüremeydi, burnimni qo'qladı deb çıkıp getsiniz sizge amanet. Meşedki kögen kıllarınızını, beşinizde ötkenlerinizni unutma deb şu amanetlerini muş günügüçe deb kelyapman. Albatta biz men Qozog'istonda tug'ilib o'sdim. Biz men o'zim ruscha o'qigan, Uyg'urchimiz. Endi nimamiz ashaqda o'rgandim, jiq narsalarni ashaqda qizlar o'rgatdi. O qizlarni bek sevgandim bilmayman, endi o qizlar hozir tirikmi, 67 qizni ismini yozgan, ularni men bilaman, o Xitoy u yoqdan tirik qo'ymaydi, ularni o'ldiribdi.
Мен yatqan lagerlar, eğer lagerlar, ölüm cezası bergen lagerlar. Жыңын селіп өтеген қызларны көдім, сарам болып кеткен қызларны көдім. Басқыншылық дейді, басқыншылық күндікі іш. Рахмет, kanalımızda yarım kılma ama öyleyim bizden kadırdan pedagog sorularga şahitlerimiz şu amanetni menimce layık yetkizdi dep oylayman. Çünkü sizler çıkkandan keyin hayatınlarning uşunda qatarga tushirishni bilasizlar, Xitoyning ta'didini bilasizlar, hujum qilganini bilasizlar, bilib turib, shu lagerda bilayotgan qarindoshlarimizga amonatini yetkizyapsizlar, chiqqan kundan tortib ba'zi yani bu şu jazo lagerlari Xitoyning irqiy qirg'inchiligini dunyo oshkorlashlarning favqulodda nihoyat muhim bir rolni o'ynab oldi. Allah razı olsun. Ömer Bekal efendim sizin bir qancha qatimliq matbuotlarda qilgan so'zingiz degandingiz, o'zingizning har zaman iroda bilan umid bilan yashaganligingizni bir mushundaq bir Xitoyda bir hisob qiladigan bir kunlarniki qilganligini bir tasavvur qilganmidingiz? Kallingizga shunday bir o'ylanib kelganmi? Men dastlabda shu xalqarada ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi baliqi butkul dunyodagi davlat rahbarlari va davlatlar shuni bo'ysunadi. Men shu narsani Qozog'istonlik vedetlar yetkizsa, bu Janvaga yetib, Janvada cho'qim bo'g'ilib qolsa to'xtata oladi deb, men bu vedetlarga bo'lgan ishonchim ajoyib oshgan. Ayni vaqtda Xitoy ekonomikasini bu darajada kuchayib, butkul dunyoni o'ziga monopol kontrol qilib olgan iqtisodiy kuch hosilab bo'lganini aslo o'ylamagan ekanman, lekin hamma haqiqatniki egilsimi, sunmaydiganligiga ishonchim bo'lganligi uchun, o'zimning hayotga erkinlikka bo'lgan ishonchim bo'lganligi uchun men bu yo'lni tanlagan. Mana şunun neticesi şu 3 yıl burunki nesini bana hazır ko'ryapmiz. Yana kichkina chidab oxirgi kurashni qat'iy davom ettirsak, atrofimizga sonsizlagan qarindoshimiz to'plansa, biz Xitoyni xalqaro sudga tortadiganimizga ishonchim komil. Biz shularni yetarli dalil isbotlardan ta'minlayolsaklar, biz shu Xitoyga qarshi eng ajoyib bundan kuchli bo'lgan zarbani beralaymiz deb ishonchim bor. İnsan her zaman insan yaşatkan narsa ümit, her zaman insan yaşatkan narsa her zaman işenç. Bu hakikaten biz lager şahitlerindeki, sizlerdeki kaçırmışlarını oldu. Anlap ben hayat kılış, aşında bir boyutun içinde hayat kılış, hakikaten tasavvur kılsız derecede nait tasvir işte yani. O nemede tünelinde biraz anlakan bulduk. Kalbimden hanımımdı mesela. Sizin bir ayol kishi yani bu Xitoyning bu ta'didlarga, bu besimlarga, psixologik hujumlarga er kishining uchilishi ters yani o inson bo'lgani uchun masalan siz bir ansirash va yoki shu sotqa guvohlik berishda siz tunji qatim guvohlik bersiz. Bir ansirash, bir tashvish his qildingizmi siz? Men tunji shu sotqa guvohlik berish men undaq ansirash his qilmadim. Lekin ben de azırak ciddiliş oldu. Çünkü bu kadar ciddiliştirseniz bu yılki başka bir medyalarga, muhtarlarga guvalık bergenge okşamaydı. Çünkü bu bir sot. Sot oğaşka biz uyada özümüzde teximi cesaretlik, teximi güçlük, teximi coşkun bu avazı anlatışımız gerek. Şunun için azırak ciddiliş oldu. Lekin bu yani beni onda cesaretimge tesir göstermeyi de oylayman. Ama ben de ensiraş, tehditlarga bo'lgan, besimlarga bo'lgan bir qo'rqish, yo'q qat'iy, ular besim bu bakmadı. Belki shu Xitoylarning tehditlaridan, shu vahimalardan o'zimga texmi kuch-quvvat, shunday asl qilib keldim, madad berib keldim. Mush fursatda yana mush o'zimizning Bolgariya davlatidagi, Norvegiyadagi, Turkiya, Saudiyadagi bir necha qarindoshlarimizning madadlarım ko'p bo'ldi. Faqat Xitoyning tehditlar emas, bizga kelgan madadlar shunday ko'p. Mana biz mishaklarga bir hafta bo'ldi, bir 6-kun o'tdi. Kelgan telefonlar shunday jiq. Andan keyin har xil ushurlar shunday ko'p. Ular bizga to'xtamay duo qilyotdi. Duoyimiz sizlar bilan. Cho'qim jasorat bo'ling, cho'qim bir natija qozonsizlar, cho'qim natija bilan tilaymiz deb. Ta biz mishak kelgan qadar bu telefonlar tugmadi. Mush fursat bilan shu qalbi go'zal qarindoshlarimga men bir rahmat aytaman. Köp rahmet, texnik duayın vadiyat yetiştirmeyi ümit kılma. Allah razı olsun. Rahmet, Sarıgül Hanım. Sizin ahırda, sizden bu cihetki hissiyatınızda alınsak, mesela sizin o en kötü. Ben bu boyda ötkende programın bir şey takı. Neçük ömrüm Xitoy'una. Ayrım məxsuslu sizge. Qarqan hücum kurdu, Fransiyalik. Xitoy'la Fransiyalik baş elçiliğe. Sizden o bir aşında besim his qildingiz mi biraz? Sizge biraz ta'sir qildi mi bu Xitoyning töhmatlari, hujumlari? Rahmat savolingizga. Bu men bo'lgan hujumi tunji hujum emas. Yana oxirgisi deb o'ylamayman.
Çünkü bütün siyasi yalgancılıktan mağdıgan, bütün taraqqiyatı bütünlüğü yalgancılıkta asas kılıdığına şey yalgancı Xitay hükümeti bunundan mı vəşleşip, bunundan mı qalcılışıp, bunundan mı aşında bir iş beken bir tədbirlərə berişi pek mümkün. Çünkü ular bir nərsini yasayamaydı yalgancılıkta. Şu ölüp qalğan adamı tirildiremaydı. Onundan başka nərsinin əhmісini qılıdı. Şuna başka ben əjəblənmədim onunla. Ben texmo cesaretli buluşum gereken, texmo güçlü buluşum gereken. Çünkü şundaq tosub atqanda meni sotqa sotqa çıqarmaslıqның türlük amalını qılıb atqandan keyin meni psixikalik ujum bilan to'xtab qoladi, bu bo'lmaydi deb shunda qo'ygan bo'lishim mumkin. Lekin men unda qilmayman, chunki meni kelinda millionlar xalqning taqdiri turadi. Bu bir fursat biz uchun. Ondan pisand qilmadim. Xalqlarga deb aytgandek, Xitoy hukumatining to'xtamay ujum qilib atqanining sırtida bizni qo'llab atqan, biz duo qilib atqan millionlagan xalq turadi. Şuna başka biz texmo cesaretli buluşumuz gerek. Çünkü bizim de vatkanımız haqqaniyat. Haqqaniyatı deyişten korkmaslık gerekmiz biz. Depsen neme korlukka uçuragan azap köygen biz Xitay hükümeti emas. Şuna başka biz çokum onu deyişimiz gerek. Andan kelip biz yani o hücumların emsini kayırıp koyup, özümüzün işimizi kılıp, aldın uğurlaştırgan söhbetlerimizde karantinde yetip aşı söhbetlerimizi davamlaştırıp, görüşdüğün adamlarla görüşüp, özümüzün kılıçqa tekşilik işimizni qilib o'tdik bugun için. Rahmat. Gülbar Jillova xanım, size endi bu Fransiyada turibsiz hozir. Allah sizni texmo salomat qilsin. Mushu Fransiyaga yana bexatar bir davlat kelib bo'lganlikda balongiz bilan biz siz bilan İstanbulda kurashdik. Ta'did bir qiyin ahvolda yashadingiz. Undan keyin Albaniyalarda, hatta urush Ozarbayjon bilan Armaniston o'rtasida urush bo'layotgan vaqtida Armanistonda qiyin bir vaziyatda yurdingiz. Shu ta'did desam bilanda endi oxiri Fransiyaga keldingiz. Sizdimi qanday bir tuyg'u masalanda hozir masalan bütün besimlardan, mushunda xatarlardan, oshunda safarlardan qutulib Fransiyaga yerleşip bu yerdan bu sot qatnash uchun bu yerda turyapsizda. Endi oxirida bu vaqtda bir sözünüz var mı dedim? Elbette aşağı 20 aşağı önünden lagerden çıkıp Kazakistan'a gelip 20 gün uyda bulup şu amanatlarını demesem bulmaydı dep hiç kimni köyüm gelmedi. Ben hem de ballarımla nim oldu, kandak yaşadım diye vaqtda ben ballarımı tuqqanlarımga meni basqınçılık qilib deb kandak dep keyin o'ziga qaramay deb şu birinchi bo'ldi. Ikkinchi qizlarning amonatlarini yetkazaydi. Şu 20 gün hiç kimle görüşmeme yap ketay deb şu Müslüman devletga borgan meni Xitoyga satmas deb şu Turkiyaga kelib birinchi guvohlik berdim. Guvohlik bergandan keyin takliflar tushdi, telefonlar keldi. Hem aqamdan 3 Xitoyning saqchilari qo'g'ladi, onu gezitlar chiqdi. Endi men bildim u yerda tutsam bo'lmaydi, Xitoylar meni bo'sh qo'ymaydi deb. Şu kaçak yollar bilen balonu elip, bir aydaki yol menip, şu aynıp şu Fransa'ya, rızkanı çeçipti, Fransa'ya geldim. Benim kolumda şuncacık hücretler var. Xitay özü terörist degen qog'oz var. Meni şu Xitay konsullarga yezip, tuqqanlarımı yezip Xitay konsullarga qani meni anam deb degan vaqtda Xitay teröristlar qatnashgan deb işte qog'oz javob bergan. Şu hemen qo'limda isbotlarim bor. Albatta men bu sotdan çok umidlarni kutaman. Men bilamanki, men ishonamanki, sot aq tarafda turadi, adolat tarafda turadi. İnsan huquqi eng ustida turadi. Shuning uchun sotga umidlardan kutyapmiz. Rahmat. Ular uchun cho'ng birinchi sot cho'ng natijalardan bo'ladi deb o'ylayman. Yana bu sot mashal to'xtab qolmay yana davomlashadi. Axir bir sot boshlangan vaqtda oxirigacha oxirini chiqarish kerak. Albatta men ishonamanki bu haqiqat yengadi. Rahmat. Hurmatli To'lqinay Safandim, bizniki jasoratli fidokor Qaysar Lager shoirimizniki bu ta'sirli yurak so'zlarini aldingiz.
Ahırda siz bularning bu yuqoridagi bayonlarga, bu ta'sirli tilaklarga siz qanday baho berasiz? Ularning ko'pi bilan degandagidek har xil so'rovlarda, har xil yerlarda uchrashdik. Ularni turlarda bergan, xalqaro matbuotlarda bergan ichishlik hikoyalarni anladık. Her hikayeni xalqaro matbuotda anlagan vaqtda yuragimiz bir ichishidi. Torda bir ko'rgan vaqtda, chiroyini ko'rgan vaqtda bir xil yuragimiz ichishidi. Kaldığımızda her xil aşı hikayeler milyonlagan insanların çekiyotgan azap oqibatlaridan kilogram istek özü. Qo'lni tutib, yaxshimisiz degan vaqtimiz hissiyat bambaşqa. Bo'ldigan gapga. Abiyatim ishga bola keldi, ko'rashdik. Bu hissiyat insanın birisida tilda ifodalab bo'lmaydigan vujudga bir xil. Maya hozir qarang, har qatimda nimasi bu hikoyalarni men anglagan. Bir qancha qatim anglagan bo'lsaqmi, hamma har qatim anglaganda insonga beradigan ta'siri Boshqacha bo'ldi. bambaşqa. Bo'ldigan gap Xitoyga bo'lgan g'azab nafratimiz aşırıdan gap elbette. Ama insan, yani insanlık tuygusu bo'lgan. Mayli u millet ait, din, hech qanday bir nimasi qilmay, mushlarning hikoyasini har birisini anglagan vaqtida insanlık tuygusu bilan Allah shunda bir insanlık tuygusu yaratilgan har qanday bir maxluqot bo'lsa, bunga ta'sirlanmay, bunun bir simpati, bir muhabbet, hissiyat bo'lmay mumkin emas. Ama demek Xitoy hokimiyatida shunda bir yaratılib qolgan bir maxluqlar bo'lganligini, mushundaq bir nimaga nisbatan yanıla yolg'onchiliklar ayblab qilayotganligi insonni haqiqatan hayron qoldirdi bu masala. Deganimizdagidek endi qarindoshlarimiz deb o'tdi. Bu sotqa bütün Sharqiy Turkiston xalqi vatan ichida bularni ko'rish imkoniyati yo'q. Aşı milyonlagan insanlarımız eğer bu bir sotun boğaltkanlığında xəbərin olmaslıq mümkün deb oylayım. Eğer şunda bir sot bulatıdı, onun geryanlarını qandaq görüş ayrı bir mesele. Mujna bir sot buldu diyen xəbər qulluq ketib qalsa, ular acayip alanç xoş oldu deb oylayım. Şunçalik bir ümit oldu. Vay bizden uçturatkanımız haq bilipti deb. Ularning yetayotgan azap oqibatlarini dünyanın biliyotganligidan Muşda bir sotlarının kurulup Xitoy hükümetinin javobgarligini tatbatkanligini bilmeydi mi belki. Bular şunu bir bilvasa hoş bo'lgan gap. Shuning uchun buni ko'rish imkoniyatiga erishayotgan, buni so'zlash imkoniyati yetayotgan qarindoshlarimiz o'zini haqiqatan baxtiyor his bo'ldi. Hech bo'lmasa Xitoy bo'lgan shu o'shmanligini, nimasini Xitoyning javobgar tatganligini qo'lidan anglagan, ko'zidan ko'rgan, hatto qahramonlarimizga o'xshash onun özü bivasıta şahit bulalığanlık bu çok bir ahmet. Allah'ın bergen bir ahmet deb oylayım ben. Şunu bunun hazır yalnız Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Şarkı Türkistanlıklarla emas. Bütün dünya dikkat katıldı. BBC bu meseleyi Mehmeydan'dan vermekçi, Association Press vermekçi, Erkin Asya Radio İstansı, Uygur tılıda canlılık takatmakçı, Duk TV canlılık takatmakçı yani bunu bütün imkaniyetlerle bütün dünya halkına Xitoyning bu jinoyatini mushu yo'llar bilan taqdim qilmoqchi. Shuningdek bunga xristianlarni diqqat qilyotdi, yahudilarni diqqat qilyotdi, musulmonlarni diqqat, buddistlarni diqqat qilyotdi. Ya'ni o'zi inson degan har qanday bir inson bu sotqa nihoyat jiddiy ma'mul qilyotdi. Ko'nglimizda Xitoyningki bu sotqa o'tgan bir hafta 10 kundan buyon qanchalik hujum qilayotganligi, qanchalik bu ishda tadbirkor bo'layotganligini ko'ryapmiz. Chunki Xitoy bu masalani sotda jiddiy olyapti. Chunki Xitoyni parlamentolardan çıkan karar ayrı bir mesele, siyasi karar ama bir xalqaro qonunlar doirasida Xitoyni sotga tortishning o'zining buning ahamiyati bambaşqa bo'ladi. Chunki bu Xitoy kelajakda Milosevichni sotlagandagidek, o'lim jazosi bergandagidek Xi Jinping sotlanganining bosqichi, qadam bosqichi bosqichi. Xinjiangoni mushularni turmular şapalaq bilan urgan, haqorat qilgan aşına alnum, meyli Uygur olsun, meyli Xitoy olsun, meyli Kazak olsun. Çünkü şu kamplarda muşlar zulüm kılanın içinde Uygur sözleydiğen, Kazak sözleydiğen Xitoylaşkan insanlar var. Şularının mı cevapkarlık tatılganlığının destekli baskıcı. Biz görüyoruz. Saddam hakimiyeti devrinde, Esed hakimiyeti devrinde şularının buyruğuyla şular halkı zulüm kılan insanlar bugün Avrupa nurgulları turmalarda azap çekiyordu. Azap çekmemi de hakkını ularını koydu. Şular Avrupa turmalarda şu
öz vaqtida qilgan jinoyatlarining bedelini o'tayotdi. Shuning uchun bu dunyoda qilganligini qilgan deydigan ish bo'lmaydi. Xitoy uning uchun bundan cho'chib ketib bordi. Ashunda bundan bo'lmaydi. Ammo Xitoy jinoyat qilyotdi 21-asrda. Bu jinoyatning javobgarligini ya kech ya baltut tartılmış birinci kademe. Şundan biz bütün vatan sırtındaki muşu sotunu görüş imkaniyeti olan qarindaşlarımızla bunu anlaşqa, bunun iş bulmasa muşu sotqa çünkü bizim Orta Asya'da birer milyon qarindaşlarımız var. Dünyanın en büyük gayri devletlerinde birer 100 milyon, Türkiye'nin kısa Avrupa, Amerika'da birer 100 milyon qarindaşlarımız var. Muşların hemisi vaktimizi çıkıp şunu köreydi. Hiç bulmasa Xitay ve başka milletler muştat qanchalik bir özünün diqqatini tortayotganligidan iborat bu diqqatni bağlarını biz xalqimiz bildirish kerak dunyoga. Qarindoshlarimiz davatida kunlardan buyon telefonlarni ichib dinimizdagidek bir qism insonlar hujum qilayotgan bo'lsa-mu, ammo millionlagan xalqimiz duo sizlar bilan billah. Duo uchun qilishimiz. Mushlar sog' salomat turmalardan qechib chiqib Xitoyning Kazak kamplarına qışıp, muşu bugün dünyaya muşu cesaretini göstergen bolsa, bu bir yürek meselesi Allah'ın bulağı belki lütfi ve halkımızın duarı. Duarı bilen mi şaturalıgan gel? Bunun işimiz gerek. Şunun milyonlagan halkımız, 100 milyon halkımız namazlarında dua kıvatıdı, musotun kalbilik akılış için dua kıvatıdı. Şunu bir yerde qarindaşlarımızın deydiğimiz, bizde buğday nenin bulmasın, buğday sözüm yok mu deydiğin gep var. Matraptan Xitoy besim qilayotgan vaqtimizda hech bo'lmasa bularga bir mesaj yo'llash orqali, telefon qilish orqali biz sizlar bilan birga deb bir ma'naviy tasallini beralsa, bu uchun bular uchun bir rag'batlantirish bo'ladi. Chunki inson, hamma insonda bir mushinchilik yurak bo'ldi. Kunda har yerda hujum, Xitoydagi bir hokimiyatning hujumi, tahdidi bo'layotgan vaqtimizda o'zimizning xalqimizdan bir rag'batlantirish xuddi bir doriga o'xshaydi. Doriga o'xshaydi, malhamga o'xshaydi. Shuningga vatandoshlarimizni bir sotqa vaqtlarimizni sarf qilib turib, diqqatimizni bersak, mushu qarindoshlarimizga bu yerga keladigan to'rt qarindishimiz bor. Kelmagan Amerikadagi Zumrat xonim, Tursunay xonim, Mergul xonim, Gulzira xonim va Fransiyadagi Gulbahor xonimlarga ayrı mesajlarni yo'llash orqali rag'batlantirishni bir vijdoniy, milliy va insoniy adimiy majburiyat deb bilishimiz kerak. Men shuni demoqchi. Rahmat, hurmatli efendimlar, xonimlar, ataydan buga vaqtingizni chiqarib, mana karantinninki oxirlashgan tunji kuni bizning ziyoratimizni qabul qilganliginglar uchun istansimiz bor konferensiyaga tekrar rahmatimni bildiraman. Shundaqla yana o'zim dunyo qurultayning raisi o'sibdim bilan qurultay nomidan sizlarga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Xalqimizning duosi har zaman qadrli lager shoirlarimizlar birga. Şununla bugünkü bu söhbetimizni bir şeyde ahırlaştırayla aziz qatnaşlar. Xuddi boya Dolqun Esa efendim deb o'tganidek, hatta Qalbinur Sidiq xonimninki guvohligi bilan London vaqti tushdan burun 9:20da boshlangan Xalqaro Uyg'ur sud bilgisininki tunji sudning naq maydon ahvolini sizlar mana bugun ko'rgan Dunyo Qurultayinki to'rt televiziyasidan, Erkin Osiyo radiosidan ve BBC kanaldan mı naq meydandan görüşəlisizlər. Ətdə sud meydanında görüşək. Görüşüşə aman bulanlar. Bizga mənsub. Bizga mənsub.